onkologiya hujayralarni betartib ko'payishi ekan. Biz hozir kechirish haqida gaplashayotganimizda kechirimda onkologiya nima daxli bor deganda qarang. Masalan, betartib ko'payish degani hujayralarda bu hujayrani o'ziga xos xususiyati paydo bo'ladi. O'zi tabiatda hujayra tabiatda 10% o'zi uchun ishlash kerak, 90% badan uchun ishlash kerak. Lekin bu hujayra teskari bo'lib qoladi. 90% o'zi uchun ishlaydi, 10% badan uchun ishlaydi. Shunda 90% o'zini o'zi ko'paytirib tashlayveradi betartib. Bizi badanimizda har kuni bunaqa onkologik hujayralar paydo bo'ladi. Betimiz borib u hujayralarni hazm qilib, yengib tashlayveradi har kuni. Tushundingizmi? Unaqa hujayra pastda. Lekin boyagini egasini fikrlashi shunaqa bo'lib qolsa, menga, men uchun bo'lib qolsa, mana mioma ham onkologiyaliklar ko'rinishda bitta o'ziga xos ko'rinish. Novoobrazovание. Mioma. Haligi men. Любой kasal, mayli, onkologiya. Demak, agar odam egoist bo'lib, faqat men qolganlar men uchun xizmat qilish kerak. Men bo'lib qolsa, boyagini hujayralari ham buni fikrlashiga o'xshab ishlashni boshlaydi hammasi. O'zim bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Boyagi hujayralar onkologik hujayralarga aylanib ketaveradi, ko'payib ketaveradi, chunki immunitet ulgurmay qoladi ularda. Chunki buni egasi shunaqa fikrlayapti. Bizi hujayramiz, bizi aksimiz qadrdonlar. Bir xil odamlar bor, fe'li yumshoq bo'ladi. Bu ko'k desa, ko'k deydi. Yo'q, adashdim, sariq. Mayli, sariq ekan, ha deb yuraveradi. Bir xillar bor, o'jar bo'ladi. O'jar odamni mushaklari ham o'ziga o'xshagan o'jar bo'ladi. Bo'ysunmaydi uncha-munchaga. Kasali ham o'jar bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkiga boyagi kechirmayotgan ayol, kechirmayman deb o'tirgan ayolda boyagi har xil kasalliklar vujudga keladi jinsiy a'zosida. Erkakka nisbatan xafa bo'lsa, onkologiyalar boshqa-boshqalar. Agar onkologik kasallik jinsiy a'zolarda joylashgan bo'lsa, to'xtang, jinsiy a'zoda joylashgan bo'lsa, qarang, o'g'il bolani ham, qiz bolani ham onkologiyasi jinsiy a'zoda joylashgan bo'lsa, значит bu qarama-qarshi jinsga bo'lgan nafratdan, g'azab kechirmaslikdan. Agar ko'krak sohasida joylashgan bo'lsa, ko'pincha bu ayollarda bo'ladi 90%. Nega desangiz, keyin joylashgan lokatsiyani holatiga bog'liq. Agar o'ng tarafda joylashgan bo'lsa, boyagi ayolda, o'ng ko'kragida bo'lsa, otasi yoki o'g'liga tegishli bo'lgan xafagarchilikdan bo'ladi. Eri emas, eriniki pastda. Agar o'g'il bolada, misol uchun, qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha oshqozonda bo'lsa, bu yeb yurgan narsam, topayotgan narsamga pretenziyam bor, halol emas, bundaqa degan fikrlari bor odamlarda bo'ladi ko'pincha oshqozondagi kasalliklar. Tushundingizmi? Haligi keyin misol uchun semirishdi sababi betartib. Boya aytganimizdek gormonal bunaqalardek emas. Masalan, mana aytaylik, ayollarda 30 yoshdan keyin semirishi bu gormonal proses. Mana buni ham tushuntirib ketamiz. Semizlikka masalasi borlar, ozmoqchi bo'lganlar sizlarga instruktaj. Demak, men ham shoxlab fikrlaydigan bo'lib qolganman-da. Haligi kimga yaqin yursang o'shani yuqa deydi-ku. Demak, qarang, semirish ayollar sizlarga tavsiya qilaman. Mana 30 dan oshdingizmi, sizni organizmingizda jenskiy gormon chiqishi kerak. U jenskiy gormon chiqishi ko'pincha jinsiy aloqa bilan shug'ullanganingizda bo'ladi. Lekin siz 30 dan oshgandan keyin nima qilib olasiz? O'zingizcha tipa jins menga kerak emas, bolali bo'lib oldim, jinsiy aloqa kerak emas deysizda yig'ishtirishni boshlaysiz. Negaki xafa bo'lgansiz. Eringizdan. Shuning uchun ninada yoqmadi, men xafa bo'lganman. Bahona. Natijada boyagi ayol jinsiy aloqa bilan shug'ullanmaydi. Ayolda esa organizmiga estrogen kerak. Estrogenning maqsadi faqatgina sizni o'tingiz emas, u sizni tishlaringizga, sizni ichki a'zolaringizga, yuragingizga, jigarga hamma joyga ta'sir qiladi. O'g'il bolalarda esa testosteron kerak. Endi boyagi qizlar, ko'pincha o'g'il bolalar emas, qizlar ves olishni boshlaydi. Boyagi qizlarning badanida estrogen tabiiy chiqadi qachonki jinsiy aloqa bilan shug'ullansa yoki homilador bo'lsa. Lekin bu uni qilmayapti, estrogen miqdori tushdi. Lekin estrogen organizmga kerak. Estrogen kamaydi, organizmda estrogenga yog' yig'adi. Shtoba ichida estrogen ishlab chiqarib, uni ehtiyojida ishlatish uchun. Tushuntira oldimmi? Sizlar tabiiy semirishlarning sababi jinniligidan emas badaningiz yoki siz ochapatligingizdan emas.
Sizni organizmingizni ehtiyojidan bu. Bizni badan jinni emas o'z-o'zidan semirib ketaveradigan. Endi aqllilar nima qiladi haligi? Esi yo'q aqllilar. Ular boradida liposaksiya qiladi. Men o'sha yerda olib tashlaydi. Organizm aytadi, "Tichi durak" deydi, "Dura" deydi. Menga bu kerak-ku deydi. Yana shiqqitib yig'ib oladi. Undan battar aqlli esi yo'qlar nima qiladi? Oshqozonini operatsiya qilib kesadi. O'shani operatsiya qilayotgan xirurg aqli qayerda ekan? Men shunga rosa qiziqaman deb. Chunki organizm nega yog' yig'ib degan savolni bermaydimi o'ziga? Xirurg-ku. Mayli, oddiy xalq tushunmaysiz. Ha? Finans. Endi boyagi oshqozonni kesib olib tashlaydi. Organizm вообще estrogensiz qoldi. U ovqatni hazm qilib, yog' yig'atdi. Bu oldida shiq istoshlikda olib tashadi. Organizm nima qiladi? Kuchli stressga uchraydi. Dahshatli holatga tushadi-da, ko'tara olmay o'lib ketaveradi organizm. O'lib ketyaptimi? Ko'ryapsizlar? O'lmagani bor-ku, tomi ketgan. 1 minut gaplashinglar, qochib ketasiz uni oldidan. Unaqa ozg'in bo'lgandan ko'ra, do'mboqqina xushmuomala bo'lgan yaxshi. Boyagi ayol, yana bu ayollarda zo'r xususiyati bor. Fitness, rejim, dieta. Mana. Nega desiz? Siz dieta bilan shug'ullangan paytingiz ozasiz, bechoraga ovqat bermayapsiz. Lekin unga yog' kerak, chunki estrogeningizni ishlab chiqarmasangiz tomingiz ketadi. Shuning uchun shirtda ovqat yedim, shiq deb hisob oladi yana. Yana aqlas, yana shiq. Shuning uchun sizni vesingizni to'g'rilaydigan yagona bitta inson bor atrofingizda. Bu eringiz bo'ladi. O'sha eringizni ko'ngliga yo'l toping, ha? Shunaqa Xudodan. Endi Xudo bekorga bermaydi-da. Xudo aytgan bilasizmi? Bunaqa oyati bor. Biz ba'zida sizlarga degan, og'riq, ovqatlarda nuqson, sog'lig'ingizda nuqson beramiz, sizni sinash uchun degan. Sinash deganini ma'nosini sizlar boshqacha tushunyapsizlar. Sinash deganda, masalan, bir-birini kuchini sinash bor, bilasizlarmi? Kuchini sinash degani, kim kuchliroq ekan, shuni sinash. Kuchlisi sinovdan o'tgani kuchli hisoblanadi. Bizda boshqacha sinov bor. Qayta aytayim qanaqa? Haligi qullarning holati. Og'ir holatda sinalyapman, sinov degan gapning tagida ikkinchi ma'no yozilgan, jazo. Tushuntilyapmi? Jazolanish yoki jazolanmaslik uchun sinalyapman degan ma'no bor. Biz o'sha ma'noni qo'yib olganmiz negadir jinniga o'xshab. Kuchliligimizni, nimani kuchliligini hisobini desiz, tagida ikkinchi oyatida yozib qo'ygan. Faqat degan qaysilarki men Xudonikiman deganlar gina o'tadi degan. Men Xudonikiman, sinovdi maqsadi men Xudonikiman deyish. Tushuntilyapmi? U sinov emas. Ana shunaqa dedingiz. Endi lekin yana bitta tarafi bor. Ko'p nosog'lomliklar har xil yo'llar bilan keladi. O'sha yo'lini aniqlash kerak. Siz sababini topib o'tirmay shu xulosaga kelavergansiz. Bu ham yaxshi. Lekin bir xillar kelmaydi xulosaga. Ana ularga men aytaman, masalan, sizni holatingizda aytsa aytaman. O'zingizga e'tibor bering deyman. O'zingizni naqadar qabul qilyapsiz? Balki siz o'zingizni yetarlicha zo'rmas deb hisoblarsiz. Balki siz o'zingizga o'zingiz talabingiz yuqoridir. Balki siz o'zingiz hali yaxshi xotin bo'la olmadim dersiz. Balki siz o'zingizga o'zingiz bahoyingiz boshqachadir. Balki o'zingizdan ko'nglingiz to'ymayotgandir. Ana o'sha yerda yotibdi-da. Ana qarang, siz balki otangiz sizga bu qizim buyuk professor bo'ladi degan bo'lsa, siz professor bo'la olmagandirsiz. Ana shuning uchun o'zingizdan o'zingiz xafadirsiz. To'g'rimi? Nda qarang, qaysi institutda o'qigansiz? Nega institutda o'qimagansiz? Topshirib ko'rganmisiz institutga? Ana qarang, ko'rdingizmi, o'zi aytib berdi ichidagi norozichiligi nimadan edi. Endi siz buni bunday qilasiz, hozir birpas o'tirib to'g'ri savollar bersam-chi, hozir bitta yig'lashni boshlaysiz. Ichingizga yutgan dardingizdan. Haligi Toshkentda o'qiganingizda nima bo'lardi hozir? Toshkentda siz pedagogikada o'qimoqchimidingiz? Yo'q. Pedagogika o'qimay, meditsinskida o'qimoqchimidingiz? Yo'q, meditsinskiy va yuridiskiy. Yuridiskida. Yuridiskini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yaxshi
ko'rgan. Lekin onam rahmatli shunaqa chiroyli. Bo'ldi, stop. Onangizni qo'ying. Birinchi onangizdan xafasiz. Ana ko'rdingizmi, onangizdan xafa bo'lgan to'chkangizni? Sizni butun hayotingizni meditsinaga burib yuborgan, siz tan olmaysiz, bilmaysiz, lekin bu xafagarchilik emas, bu o'ziga xos pretenziya, isyon borda ichingizda, tushuntiryapman? Onam deyapsiz-ku, onangiz emas, Xudo. Xudo onangizni ko'ngliga solib yo'naltirgan, lekin siz onamda deb o'tiribsiz. Yurist bo'lmoqchi bo'lgansiz, tushuntiryapman? Ko'rdingizmi? Mana shuncha. Biz demak kechirmasligimizda haligi sabab oqibatlari juda ko'p. Boyagi onkologiyani sababi bu boyagi hujayra o'zi uchun yashashni boshlagan. Chap ko'krak, o'ng taraf o'g'il bolalarga, chap taraf ayollarga. Agar chap ko'krak ayolniki bo'lsa, onasi yoki qiziga nisbatan qanaqadir ishkali bor buni. Yo onasidan qattiq xafa yoki tan olmaydi onasi, yo nimadir, yoki o'zini ichida onasini yomon ko'rgani uchun o'zini ichidagi onasiga o'xshagan hislatlarini tan olmayapti. Ichida urush bo'lib yotibdi. Yoki qizidan xafa. Ko'pincha bundan bo'lgan, bundan ham bo'ladi. Nega desangiz, qizida o'zini ko'radi. Qizida onasini hislatini ko'radi har bir ayol. O'shaning uchun qizini yoqtirmaydi. Nega siz onasiga o'xshaydi-ku qizi. Mana, qarang, o'zini bildirib qo'ydi. Ikkiga yuradi, nega? Kechqurun oyimlar bilan qizim gapirib turdik-da. Yomon ko'rishda emas, faqatgina qizimning xarakterlari Oyizda bor, oyimning xarakterlari qizimda. Ana, oyiz yaxshi ko'rsangiz, qizingizni yaxshi ko'rasiz. Agar oyiz yomon ko'rsangiz, qizingizni ham yomon ko'rasiz. Ko'rdingizmi? Siyosga borda bu yerda. Chap tomon ko'pincha bu odam endi bo'lib chap tomoni ayollarga tegishli. Masalan, chap qo'lingiz ishlamasa, ayollarga tegishli muammo. O'ng qo'lingiz ishlamasa, erkaklarga. Endi bu grubiy, ko'p marta o'zini tasdig'ini topgan. Haligi demak, qarang, bizning vazifa hozir